Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Navbatdagi mijozimizga buyurtma asosida stullarni tayyorlab berdik. Buni xarid qilgan mijozimiz 60 ta zakaz qilganlar. 6 talikdan 10 komplekt bo'ladi. To'y va marosimlarga ijaraga beradilar. Shuning uchun mijoz xohishiga binoan kraskalarni ham oq qilib, materiallarni ham o'zlari tanlab berganlar. Orqa taraflari ham bir xil bo'lgan materiallar. Oldiga qimmat, orqasiga arzon material qo'yib qo'yilmagan. Materiallar turetskiy, Turkiyadan keladi. Kraskalar ham Turkiya. Stullarning yog'och qismi to'liq yong'oqda tayyorlangan. O'rindig'ining tag qismiga ham rossiyskiy displeylardan qo'yib berilgan. Kimga shunaqa, shu va shunga o'xshash boshqa stullar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishinglar yoki shu raqamni saqlanib qilib Telegramdan yozishinglar mumkin.